bo'lsa, endi esa qiziz bo'yi 1.77 deyapsizlar, to'g'rimi? Deyishyapti. Shunaqa deyishyapti. Deyishyapti, aka, deyishyapti. Shunaqa deyishyapti. Biz demaymiz, ular deyapti. Men o'sha narsani o'z ko'zim bilan ko'rib, anaqa qilganman. Bo'yinda mana shunaqangi kalta baylanganki, bo'yinda orqa tarafiga temir shunday tegib turdi. Kalla tepada. Tushunyapsizmi? Oyoq yerda uchiga tegmas, bir 5 sm tegmas bo'lib turdi. Endi qanday fakt bu? Aka, qarang, siz meni tushunmadingiz. Boya namay turing, opa. Aka, qarang, boya aytayapti bir ayol kishi. Orasi 1.80 bo'lgan deyapti temirda. Marhumani bo'yi 1.77 bo'lgan deyapti. U ayol kishi sochidan osmaydi-ku o'zini. Bu kallasini nimaga hisoblamayapti uni? O'sha kallasini aytyapman, o'sha kallasini nimaga hisoblamayapti? Kallasini aytyapti. Shuni aytyapman, men ham siz hozir noto'g'rilashib ketyapsiz-da. Aka, savol tushuntirmoqchi edim. Kalla nimaga anaqa qilmaydi? Shuni ayting. 3 sm qoladi, qanaqasi o'zi osadi deyapti. Osilib tegib qolmaydi-ku. Sirojiddin. U temirda. 2 kilo yukni ushlab qo'ysam hayotda qiyshaymaydi ham, sinmaydi ham. U temir nerjavik, profil. O'zbekistonda profil degan narsa bo'ladi. 4x4 profil bo'ladi. O'sha nerjavikasi, o'sha 4x4 deb o'shanda narsa bo'ladi. Profil. Hech qachon sinadigan narsa emas nerjavika. O'g'ri metallda u. O'shanaqa narsa. To'g'ri aytdim. Oynani ushlab turibdi-ku, oyna og'ir bo'ladi-ku, to'g'rimi? Qarang-ku, mayli qiyshayadigan narsa bunaqa turba nerjavika ingichka turba bo'ladi. U profil. Nerjavika. Mana shuni tushuntira olmadim odamlarga, Sirojiddin, mana shuni tushuntira olmadim. Aylanib turba u, siz aytayotgan narsa u. Unda anoqsa qiyshayib ketadigan. Bu narsa to'g'ri narsa, ko'rdilaringiz, o'z ko'zlaringiz bilan. Ben ugolniymi nimadir deydi buni. Buni nimadir deydi, ugolniymi nimadir deydi. Profil u, nerjavika profil. Baqvat narsa bu narsa. To'rtburchak narsa. Ishlamaydi. O'sha sababdan ham ana Sirojiddin bozorda Endi sizlarga yana bitta savol. Nima uchun pastdagi lift oldidagi misol uchun eshik mana shuncha vaqt misol ichkarida odam chiqsa ochilar ekan eshigi yoki kod bilan nimaga kodni terib yoki kartani urib anaqasi ochiladi degan anaqani fakt olib kelmayapti. O'sha yerda kamera olmayapti, yana tepaga uning chetiga chiqib uning ketiga shuni liftdan chiqib uyin eshigini oldigacha borguncha necha minut sekund ketadi o'sha yerda. U nimaga kerak? Nima kerak? Sizlarga bitta savol. Nima kerak u? Pastdagi liftga kiradigan eshik nimaga? Qanday ochiladi degan bir fakt tashlamaydan qayerdagi kameralar bu qizim emas. U kamera hozir qo'yilgan kamera va shu boshqa narsa u. Bitta lift kamerasi. Siz Sirojiddinmi? Bitta savolim bor sizga. Bitta savolim bor. Qarang. Kechagi uyi, mana kameraga olgan uy bilan ani uy boshqa edi, to'g'rimi? Chunki kuxni to'g'ri deydi buniki. Sizlar kirgan kuxni avaz ko'rsatgan kuxni chap qo'l deydi. Oyna mayda bo'lib ketadigan oyna edi, nima gulli oyna edi. Hozirgi oyna baqvat oyna. Farqi bor oynaning. Kuxni ham farqi bor. O'zi ham qo'li bilan deydi, urib ko'ryapti. U singan. Men yana tushuntirib aytyapman. Qiz qo'lda endi Sherzod bilan so'raganimda politsiya xodimiga ham xuddi shunday degan. Qo'li bilan misol uchun tortishgan bo'lsa, gap talashgan bo'lsa, qo'lida istakan bilan birinchi oynaga otgan. Oynani teshib o'tgandan keyin oynasi sinargan anaqa bo'lib qolgan, keyin qo'li bilan jichcha urib turgan. O'zicha oynani esa urib ko'ryapti. Birinchi stakan otilgan yerda. U mayda bo'lib ketadigan oyna. Bo'li ko'rsatgan oyna uni mayda bo'lib ketadigan oyna emas-da. Shuni yetishmayapti-da. Shunga ahamiyat berishmoqda-da, bular faqat qoralayapti. Keyin kirib aytdim, unda 2 xil uyku desam yo'q debdi-da. Mayda detallarga ahamiyat berishmoqda odamlar. Nima uchun bo'lmasa bitta anaqa nima shuncha
aybli o'zlaridan-o'zlari fakt keltira olmasa, nima biz bu yerga bo'lmasa politsiya bizni chaqirmaydi ham, hech narsa qilmaydi. Nima uchun? Sabab. Qonun bor, qonun yaxshi ishlaydi. Shu uchun hech qanday bu yerda hech qanday anaqa yo'q. Sizni aybingiz nima ekan bilasizmi? Videoga olmaganingiz. Inson qanday videoga olaman? U qayta men uni jonini odamning tupoyda, shu darajaga tupoy. O'zim masam o'sha narsani. Qaysi birovlaringiz o'likni misol uchun ko'rgansizlar. Nega o'layman? Masalani shoshib odam shok tushib qoladi. Shu narsani tushib qolibdi, mana kallasi ishlamabdi. Savol berdim shuni. bittadan. Tushunib turib tushunmaslik bo'ladi. Tushunib turib tushunmaslik bo'ladi. Nima uchun? Inson kimni nimani xohlasa o'shani qiladi. Insonni ishontira olmaysiz. Siz aybdor bo'lishingiz kerak. Peshonasiz hammani biladi. Bo'ldi, to'xtab turinglar-da. Bo'lishingiz kerak. Xudoyim. Qaranglar, hozir yangi temani so'ranglar, qurigan daraxtning nima aloqasi bor? Men ham shunga bugun ko'rib shunaqangi bir kulgim keladi, bir shunday. Biz 3 kundan beri izolyatsiya qilyapmiz-da, shu qurigan daraxtning nima aloqasi bor? Qurigan daraxtni. Ko'tarib olib chiqa olasizlarmi shu qizni chatgacha? Yo'q, ko'mishmoqchi bo'lgan ekan, ko'mishmoqchi. Yo'q, ko'tarib olib chiqishchi. Qo'g'irchoqmas. Endi sizlarga bitta yana Qaranglar, bitta savolim bor edi sizga. Gapirib olsin, gapirib olsin. Javob gapirib olsin. Gapiring, gapiring. Endi aytyapti orqa eshik, u eshik bor deydi. Yerga kiradigan lift misol uchun eshik bitta yo'l bo'lsa, shunday tepaga chiqib borasiz. Tepaga chiqib borgandan keyin yana qanday eshik bo'ladi u? Bitta eshikka kirib chiqadigan eshik. U deydi orqa eshikdan unday qilmoqchi edi, bunday qilmoqchi. Boqqa qanday obar bo'ladi? Bir tasavvur qilinglarchi, boq yammayo. Keyin yana nima? U nima qiz qayerga jon bergan? Bilasizlarmi? Kasalxonada. Kasalxonaga jon bergan. Kasalxonaga. Qo'liga alkogol spirt jo'natmadinglar qo'lida? O'sha davomida xatga olib ketasizlar. Bitta Nozimani bolani yaxshi o'zida quyib olmadinglar aroni? Dabdalasini chiqardi bu bolani, kasal orttiribdi bu bola hali. Teja prokurorligingizni boshqa joyda qilasiz. Bu bolani aybi o'sha ayolni qutqarmoqchi bo'lgani, o'sha ayolni zvanogiga bor yo'qol uxlayman deb bormasa shu balolarga qolmasdi o'sha bola. Borgani o'sha bolani bu aybi. Nima siz haligacha borku, haligacha afsuslanaman. Nimaga bilan lift eshigi nimaga shunday ochilmadi? Nimaga kutib qoldim? Shu kutib qolma, shu 10 minut kutib qolmaganimda shuni qutqarib olib qolamanmi degan shunaqangi umid haligacha shunaqangi uradi mana yurakda. Shunaqangi noqiladi. Mana shu ishlar, mana shunaqa narsalar bo'lmasmi dedi. Mana nimaga umid kutib qoldim lift oldiga deb. Shu yozilganda Sirojiddin, shu yozilgan ajal, umr tugagan, sababchi bo'lgan, shu olib ketdi. Endi biz shuni tushunyapmiz, lekin boshqalar qilganlarni qatl qilyapti-yu. Boshqalarning o'zini fikri, o'zini miyasi yo'q. Sirojiddin, boshqalarga ishimiz yo'q. Buning uchun biz javob beramiz. Kameralar ochildi, mana onasiga qo'yib berildi. Sirojiddin qo'yib berilgan. Ayla Sirojiddin, siz oldin uyiga borganmisiz? Kirib chiqib yurganmisiz? Do'stingizga borib ko'p borganmisiz? Bilarmidingiz? Men uyini berdi, uyi bir xonalik uyi bo'lgan. O'shandan misol uchun ko'chib o'tgan payti yuklarimni olib o'tishinglar degan payti borganman yuklarni ko'chirgani, yordam berganman. Tanish uy bo'lgan baribir. Sirojiddin qarang, mana onasi bordi, kameralar ochildi-ku, sizlarni yana chaqirilib so'roq bo'ldimi?
So'roq qilindimi? Hech narsa qilgani yo'q. Qayta esa biz esa politsiyaga borib, nima bo'ldi javobini ber, biz ham eshitamiz. Sen deydi, bor deydi, ishingni qilaver deydi. Hech qanday berga deydi, ona bilan posolsiyaga javob beriladi. Sen nimaga kelding deb ana shuni qiladi. Sen bor deydi, ishingni qilaver, hech qanday anaqa yo'q deb. Sirojiddin elchixonaga ham murojaat bilan chiqishni harakatini qilyaptimi? Nomlarini oqlash, tuhmatlarga chek qo'yish mavzusida-da. Ha, harakat bo'lyapti. Nima, Sirojiddin, qarang, keyin marhumani siz tushirib yubormaganmisiz? Yuzi nimaga haligi burni singan u deyishyapti-ku, shu masala bo'yicha. O'zi burni hayotligidan sal qiyshiqroq bo'lgan. Yo'q, javobini eshitdingiz, hozir yigitni. Savolingizni Sirojiddin, qarang, qanaqa qutqarib olgan, shuni aytib bering, bularga bo'ldi. Mashma'noda gapirishyapsiz. Shuna kirib borganman. Uyga shuna kirib bordim. Kirib borganni shuni eshik ochsam, uy barda ekan. Shuni endi xonasi shuni Nozma deb shuni chaqiryapman, ovoz kelmayapti. Ovozingiz kelmay qoldi. 100% aldayapti bu boy. Yo'q, atrofdagi ishonib o'tirganinglarga qoyilman. Vangamisiz? Sirojaga yaxshimisiz? Siz rahmat. Uydamidingiz? Ha, hozir endi ishga chiqyaptim. Ana hali 4:30gacha bor-ku, ana uyga kelib ketasizmi? Hamma produktlarni olib ketasizmi? Bekorga tashlab yuboraman-da, uvol bo'lmasin. Ha, Yo'q, prosta kerak emas-da o'shanga. tinchlikmi? Ha, tinchlik. Prosta bir qozon ovqat ham bor edi, shunga uvol bo'lmasin deyapman-da. Olib ketsangiz yaxshi bo'lardi. Ba'zi siz ham produktda qilasiz-ku, bekorga o'shanga pulingiz sarflamang deyapman. Uyda men ovqatim bor, ovqat qiluvdim. Yo, mayli, ovqatingiz yo'q demayapman. Prosta shuncha produktda uvol bo'lmasin, tashlab yuborsam uvol bo'ladi-da, undan ko'ra sizga berib yubora qolay deyapman-da. Hozir o'taman. A? Hozir o'taman. Bo'pti. Alo. Siroj aka, mana kelyapsizmi, ketaman deyapti. Mana hozir chiqdim ishdan. Boryapman. To'g'ri, keng bo'pti. Sirojiddin, kecha meni tushunmadingiz siz. Juda ham tushunmadingiz. Bo'ldi, men tushunib yetdim endi, opa. Noto'g'ri tushundingiz. Yo'q, uzr. Qanday yomon gapirgan bo'lsam, uzr, endi men tushunib yetdim. Nima bo'layotganini tushunib yetdim, opa. Ayting, nima gapingiz bo'lsa ayting. To'g'rilaydigan vaqtimiz kam emas-da. To'g'rilaydigan vaqtimiz bo'lsa ayting. Xolis niyatingizni ayting, ukajonim. O'shani men hozir Ferda xola bo'lsa, men hozir xullas yo'lam Sherzod telefon qildi. Ayting. Boya, misol uchun qandaydir biron savollaringiz bo'lsa, Sherzodga men orqali men esa zapisda yo'q, telefon zapisda yo'qib, misol uchun nimani so'rash kerak, o'shalarni aytsangiz men zapisda yo'qib anaqa beraman, so'rab bera olaman.